Assalomu alaykum, hurmatli radio o'quvchi do'stlar. Bugundan boshlab Suyungul Janshib xonim yozgan Ko'z yoshidan namdalgan zamin nomli tarixiy asarni huzurlarda bo'ladi. Muallifdan mening butun dunyoga Sharqiy Turkistondagi vatandoshlarimning mustamlika ostida yillarcha tortib kelayotgan azob uqubatlarini haqiqiy va amaliy faktlar bilan echib tashlash bilan tang mustaqillik kurashining o'chmas umidini namoyon qilib, bu kurash uchun bir qadam ilgarilgan holda his qo'shish orzuyimdan bu kitob, ya'ni Ko'z yoshidan namdalgan zamin dunyoga keldi. Men 1940-yili Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida xizmatchi oilasining tunji bolasi bo'lib dunyoga keldim. Mening dadam Urumchi savdo shirkatida buxgalter bo'lib ishlagan. Ondan Qarashar, Qashqar shaharlarida Tusan Gongsi savdo shirkatini qurib chiqib, shu shirkatning direktori bo'lib, vatanning savdo ishlarini rivojlantirib, xalq turmushining yaxshilanishiga his qo'shish orzusi bilan tirishib ishlab, keng xalq omasining himoyasiga ham hurmatiga sazovor bo'lgan vatanparvar, xalqparvar ziyoli edi. Men ko'p bilimimni ota-onamdan oldim. Ular menga vatanni, xalqni va millatni sevishni va ular uchun jon fidolik bilan xizmat qilishni o'rgatdi. 7 yoshimdan boshlab ular menga ulug' Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimning tafsirisini to'liq o'qib berib, qalbimni iymon bilan sug'urib, ko'nglimda zo'r bilim izlarini qoldirdi. To'g'ri so'zlik haqiqatchi bo'lishga, hech kimga zulm qilmaslikka, muhtojlarga qo'ldan kelgan yordamni oymaslikka, mumkin qadar yaxshilik qilishga ham tirishib ishlab, hayotda yaxshi iz qoldirishni o'rgatdi. Men birinchi tarbiyamni oilamdan oldim. Boshlang'ichni Tatar maktabda, o'rta maktabni 2-chi qizlar o'rta maktabida o'qidim. 57-yili meditsina institutiga kirgandan keyin vatanning mustaqil bo'lishining qanchalik zo'r ekanligini cho'nqur his qildik. Mustaqillik orzusi bilan tashkilot qurib, qo'lga elinib, turma va nazorat ostida yashagan 18 yillik hayotimdan qisqacha xotira qoldirib, yoshirib saqlagan edim. Shu xotiraga asosan bu kitobni yozib chiqdim. Uningda yozilgan voqealar ham kishilarning ismlarini o'z ayni bilan yozdim. Hammasi beshimdan o'tgan, o'z ko'zim bilan ko'rgan ham anglagan haqiqiy bo'lgan voqealar. Shu vaqtda bizning maktabdan qo'lga ilingan 4 o'quvchining birisi Ahmad To'xti 2 yil burun vafot bo'lib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Ablis Sabriddin 2 yil burun Sharqiy Turkistonda izdiraksiz yo'qolib ketdi. Oilasi bugunga qadar izlab hech qanday xabar topolmadi. Sajida bo'lsa og'riq, doktorxonada davolanmoqda. Japonni tang tortgan shu savoqdoshlarimning hozirgi bu ahvollarini eslab, ko'nglim yomon bo'ldi. Biz Avstraliyaga kelgandan keyinmi vatan uchun, xalq uchun qayg'urishni to'xtatmadim. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xat yozib, Avstraliyadagi Oq Urus muhojirlar ishxonasining mas'uli bo'lgan doktor Binni bilan ko'rishib, Sharqiy Turkistonning mavjudligini, xalqning tortgan azob uqubatlarini aytib, vatanning holiga e'tibor qo'zg'atish uchun kurash qildim. Ham natijada odamlarning istashligi e'tibori qo'zg'alishga boshladi. Shundaqla singlimning yo'ldoshi bo'lgan Ahmad Egambardining Avstraliyaga chiqishiga yordam qilish bilan istashlik qildi. Dinimizni, millatimizni saqlab qolish yo'lida kurash qilib, shanba, yakshanba kunlari o'z uyimda maktab ochib, vatandoshlarning bolalariga diniy, milliy ham madaniyat san'at darslarini berish imkoniyatini tug'dirib berdim. Ham maktabning mudirlik vazifasini o'tab keldim.
Ana shu maktabdan taraqqiy qilib, hozirgi Tatar, Uyg'ur, O'zbek maktablari borliqqa keldi. 94-yili xalqning himoyasi va olqishi bilan Turkiston jamiyatini qurib chiqdik. Men bu jamiyatning rahbarlik hay'ati va xazindorlik vazifasini o'tadim. Jamiyatning gezni chiqarib, dunyoning har qaysi yerlariga tarqatib, tashviqot yurgizdik va Sharqiy Turkistonda Xitoy hukumatining xalqqa ko'rsatgan zulmlari va G'ulji vaqasidagi qirg'inchilikqa qarshi norozilik bildirib namoyish o'tkazdik. 1998-yili Tatar Boshqurt jamiyati nomidan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga Arabistonga xat yozib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'llab, yordam qilishni talab qildik. Uningga javoban siyosiy mahbuslarning ismligini bersangiz, chiqartib beramiz deb xat kelgan edi. Men uni Ahmad Egamberdiga topshirdim va shundaqla vatanda yuz berayotgan siyosiy besim va qirg'inchiliklarni fosh qiluvchi ko'plagan materiallarni Tatar Boshqurt jamiyatining raisi Salimning yo'ldoshi Ziya Maskiga inglizchaga tarjima qildirib, munosabatli o'rinlarga topshirdik. Shundaqla bu materiallar vatandan Avstraliyaga reyxuchi qabul qilish harakatiga cho'ng yordam bo'ldi. Mana shundaq vatan uchun, xalq uchun qo'limizdan kelgan harakatlarni qilib keldik. Rahmatli dadam madaniyat inqilobi jarayonida aksil inqilobchining dadisi deb yalan kiyim bilan so'rab chiqilib, qishning sovuqida bo'yniga taxta eslib sazoyi qilinib mangdirilganda o'kisiga sovuq tegib og'risimi yaxshi davolanish fursatiga erishaolmagan edi. Shuningdan boshlab kuchlik o'pka, bronxit ham astma bo'lib, demi siqilish azobiga giriftor bo'ldi. Ham shu og'riqdan saqlayolmasdan 1985-yili Avstraliyada 69 yoshda vafot bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. 1988-yili umr yo'ldoshim Latif 49 yoshida vafot bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Musofirchilik yurtida bu musibatlar bizga bakmo ig'ir keldi. O'lim qayg'usini yengib yashash yengil emas ekan. Ammo hayot bir sinoq yurti emasmi? Qandoqmi yengil bo'lsin? Qayg'uning dorisi faqat sabr ekan do'stlar. Meni tarbiyalab o'stirgan, mening sabrimdan og'ir jafolarni cheksimi ranjimasdan har vaqt mening uchun duoda bo'lgan shu ota-onamga, jafoyimni tang tortgan ini singillarimga va menga yordamda bo'lgan, hissdoshlik qilgan do'stlarimga, savodoshlarimga, el yurtga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini, xalqning erkinligini ko'rishni Janobi Alloh hammamizga nasib qilsin ekan. Amin. Salih Valiyev qizi Suyungul Janishev. Nashr yaptım. Sharqiy Turkistonning keyingi yarim asrlik tarixi qarang'u tarix bo'ldi. Buningdan ming yillar burun Uyg'urlar diyorida qurilgan Uyg'ur Idqut davlati, Qarg'anlar davlatining tarixi qatorliq shalliq tarixlarimiz qisman yozilgan bo'lsa-mu, afsuski, texi hozirgacha hayot yashayotgan millionlagan Sharqiy Turkiston musulmonlarining beshiga kelgan qonliq, fojiali qismatlar xotirlab yozilmadi. Tez unutilishga boshladi. Dunyoda Xitoy hokimiyatiga mustamlika bo'lib boqmagan millatlarning beshiga kelib boqmagan yot millatlar, hatto Falastin, Kashmir qatorliq uzun yil mustamlika ostida yashayotgan millatlarning ishongisi kamigidek zulm va qonliq fojialarni doston qilib yozib chiqish vatan ichida mumkin emas. Chet ellarda-chi ko'z yoshidan namdalgan zamin nomli asar
madaniyat inqilobi deb atalgan baloyi ofatlik yillarda Sharqiy Turkiston xalqining beshiga kelgan qonliq fojialarni yangidan ko'z oldimizga namoyon qildi. Qarang'u tariximizni qisman bo'lsa-mu yo'rtib berdi. Ammo bu mu yarim asrlik tarix emas. Uningdan faqatla bir tomchi xolos. Kitobda yozilgan fojialik voqealarning oldi-keynida Sharqiy Turkistonning mustaqilligi va Uyg'ur xalqining ozodligi uchun Sharqiy Turkistonda to'xtovsiz davom qilib kelgan har birisi birdan daston bo'g'idek shalliq tarixiy voqealarning hammasi asta-asta unutilmoqda. 1950-yilgi Rahmonov va uning faoliyatlari, 1951-yilgi Malik Hoji va uning faoliyatlari, 1954-yili 12-oyning 31-kundagi Abdulhamid Damulla va Fathiddin Maqsumning inqilobiy faoliyatlari, 1957-yili Xotanda yuz bergan Xadicha xonim voqeasi, 1980-yili 5-oydagi Payzod voqeasi qatorliq inqilobiy kurash tariximiz ayrim-ayrim maxsus kitob qilib yozilmaganning sirtida Sharqiy Turkistonni dunyoga qaytadan tunutgan 1990-yili 4-oyning 5-kundagi Barin inqilobi va 1997-yili 2-oyning 7-kundagi G'o'lji voqeasimi bugunga qadar sistemalik tafsiliy yozilmadi. Faqat u voqealarni xabar qilib ishlash bilan cheklanib qoldik. Bularni unutilishga boshladi. Uningdan boshqa 40 necha yil turmda yotgan Abdulaziz Maqsum, Abdulaziz Chingizxon Damullam qatorliq kishilarning hayot faoliyatlarini ayrim-ayrim kitob qilib yozilmadi. Hammasi unutilgan tarixga aylanib ketdi. Mushundaq zo'r voqealardan birisi shu voqeaning terik shohidi bo'lgan Suyungul tarafidan 40 yildan keyin tunji qatim yozildi. Bu haqiqatan tabriklashga tegishli katta ish. Kitobga Professor Sultan Mahmud Apandi va Malik xonimlar tarafidan qisman baho berilgan bo'lg'achqa, men kitobni o'qirmanlarning muhokamasiga havola qilaman. Kitobni o'qiganimizda Suyungulning tashkilot qurib qo'lga ilinib, turmaga qamilib, turma hayotini oxirlashtirib, bo'libmi oilasiga qaytanmay, rejimda turgan vaqtidami tinch turmagan oliyjanob ruhi va erkin hayotga erishgandan keyin beshidan o'tgan voqealarni tunji qatim doston qilib yozib chiqib, ayni qismatni beshidan o'tkazganlarga ulga yaratganligi bizning Suyungulga bo'lgan hurmatimizni hasalab oshirdi. Kitobda yozilgani Sharqiy Turkistonda yuz bergan fojialik voqealarning faqat bir qismi va Urumchi turmalaridagi voqea bo'lsa-mu, butun turmalardagi ochliq, azobli fojialar Sharqiy Turkistonning hamma yerda o'xshash bo'lgan. Chet ellarda yashayotgan muhojirlarimizdan Suyungulga o'xshash qismatlarga duchor bo'lgan kishilarning o'z beshidan kechirgan yoki o'z ko'zi bilan ko'rgan, ammo qarang'u tarixga aylanishga yuz tutayotgan ahvollarni xuddi o'zining sezgirashlarini yozib chiqqan marhum Barat Hajim va 1969-yili 8-oyning 23-kundagi Qora Juldidagi jang voqeasini yozib chiqqan Hoji Abdurashid Karimga o'xshash xotir qilib yozib chiqishni umid qilaman. Abdujalil Turan. Qadrli do'stlar, ko'z yoshidan namdalgan zamin nomli tarixiy aslimlik yozilgan beg'ishlamaning davomini keyingi qatimliq anglitishimizda huzurlarga sunamiz. Diqqatli bo'lganinglarga ko'p rahmat.